Emchagingiz kichkina ekan. Endi Bilmasangiz. keyin besh katta bo'lish kerak. Aka, endi sharmanda endi mana bundoq qilib qo'ying boring. Ushlab ko'rsataymi? Ikkidan katta bilib qo'yavering bo'ldi. Endi 3 juda qo'pol bo'lib ketadi. U 3 kallangizda yo'q qoladi. 2 normal. Ikkita yemchini orasida qolib ketasiz, ikkita yemchini orasida. Nafas ololmaydi. Emchini orasida likillaydi. Bilasan, endi bundan katta sizga katta aka. Bu razmergacha sizga qo'ying bu. Sizga 3 yarashar ekan deydi. 3 yarashmaydi bunga, 3 keyin zadaraq tashlaydi buni. 3 ga bo'ladi. 3 razmerli ko'rganmi o'zi? pastagina 3 yetib bormaydi. 3 ko'rganmi o'zi bilan? Yo'q, bilan xuyet qilaman nimalarda bolalarda mana. Birarda bolalar xuyet qilaman-da. Bunda turib gapiray. Birarga bolalarga hayron qolaman. Yana eskisadi. Bir kun bittasini eshitgan gapim bu. Idealniy hayotimdan emas. Tasavvur qilaman. Voy, men o'qib tashlayman, bo'p tashlayman. Men u odamning gaplariga borib, kamida mana shuncha deb o'yladim endi shuncha gapga. Hali işte dunyo orasida qolib ketib yetib bormadi. Depani gulib. Erkak kishi gapirayotganda, birinchichi har narsadan ham oldin sizlarga gapda. Erkak kishi har gapda gapirishdan oldin chimdan chotarasiga qaranglar, asosiysi shu bo'lsin. Bu javob bera oladimi, o'tirib bera oladimi degan xayol bo'lsin. Birinchi shu narsani o'ylaylar. Siz menga mana bitta yozayotganlarni o'qib berib turasiz hech yo'q, realmente yozmayapti o'zi. Birinchi chopta orasiga qaranglar ilojsiz. Chopta orasiga. Birantasiga xuyet qilasizlar qizlarga, o'ldirib tashlayman, sikib o'ldiraman, bundan qaranglar, to'xta, bu eplab bera oladimi? Buni yetib boradimi? Yetib boradimi? Voy, ana dunyoda yo'lida qolib ketadi-yu, nima unaqasilar? Dunyoda yo'lida qolib ketadi. Perivalda qolib ketasiz, nima deydi? Iskadi. Mani siz haqida gaplashmayman, Mirzo aka. Voy, nima vaqtda shu salom asabiylashmang. Meniki siznikini yirtadi-yu, yo'q, tushmayapsiz, aka. Xibar ekansizlar, realniy bu. Nimaga kirisha olmayapsiz? Kim tushunmaydi bu? Nima sizlarni kimdir asboblarni kichkina deyaptimi? Prosta nimadir qilayotganinglarda men qo'tag'im osilib turgan narsalarni shunaqa qila oladimi degan savol qiynalsin deyapmiz, voy. Kim sizlarni qo'tag'inglar kichkina deydi. Hammaniki o'zi uchun katta. Uzru, hammaniki o'zi uchun katta. Ana jonivor 3 tadan keyin umuman turmaydigan. Ayol kishinikini tubi yo'q, yuta olmaysiz. Shuncha haligini boshimda rezinkada qisib oling. 23 yetadi. Bu o'zingiz bilasiz-ki 23 yetadi. Ham yetmaydi, ishoning, tubi yo'q bu narsani, tubi yo'q. Qancha bo'lsa ko'p deng. Ha, ko'p debsiz. To'xtanglar, shetimiz uchib qoldi. Qo'shnilar yo'qkan, bitta bizdanmikina. Bilaylik-chi. Zaryadkam ham 7% qoldi-da. Agar hozir set uchib, agar zaryadkam o'chsa, efir ham o'chadi. Sizlardan ayrilib qolaman-ku. Ha, o'chadi. Men bilan gaplashib olinglar. Sizlar bilan hali g'iybat taymimiz juda ko'p. G'iybatlarimiz ko'p. Ketib qolish yo'q. Ketganlarni tashlab o'tirmay qolsin. Doimgi o'zimizga gap. Birinchi o'rinda kalit topaylik. Keldim shu kalitni qayergadir irg'itdim-da, bilar. Ana sumkam ichida o'zim kalitim bor. O hamma o'zi patpishlashib olinglar. 6% qoldi. Do'stlar, men haypishashim haypiska emas, prosta keyin sizlar bilan yana o'tirib olib g'iybat qilganini tashlaylar deyapman. Boshqa narsa. To'liq. To'liq yo'q menga, sizlardan pul kelmaydi menga. Prosta sizlar bilan g'iybat qilgani keraksizlar. Tashadim. Nima? Ha. Voy, bilar. Nima bo'lib, kalitini tashlab ketgan.
Tashlab ketdim. So'qqa ket qilaman. Yo'q, tashlab. Voy, oyog'im. Tashlavergan. Jam gapirmay turing. Patistlar. Voy, billa. Rosa qo'toqqa to'ymaydigan qiz ekansiz. Yo'q, astag'firullah. Qo'toq cho'pirishib ketdi. Yo'q, hammani uchib shekilli desam. Sen ishlayapti, yo'q. Ishlamayapti. Qiziq. Mana shu shotimiz o'chgan. Tashlash kerak. Mana shu ustali shotimiz o'chgan. Shotga pul tashlash kerak. Kim erib Setimga pul tashlab beradi, do'stlar. Shuncha jahlim otib sizlarga gapirdim. Sizlar mana Topmadingizmi? Men tashlab beraman. Yana haydalgan topmadingizmi siz? Men tashlab beraman. tashlab beringlar. Pul tashlash kerak. Lichkaga yozing. Nima deb yozing? Aytinglar nima deb yozing. 5 daqiqa chiqib ketmay turinglar. 416 ta odam. Chiqmanglar. Hozir shunda kartadan pul tashlab oling. Karta nomer tashlab beraman. Chiqib ketmanglar. Aka. Anovi pastda turgan lampochkani boshimda oldingada qattiq qisib oling. Bo'lmasa rosa ko'p gapiryapman. Bo'lmasa shuni hozir gapiraman, uningiz yo turib yotmaydigan, yo yotib turmaydigan bo'lib qoladi. Hop. Nariroq borib aylaningchi. Qo'ylar. Ha, shunday. Ertaga keyin o'zim ham Instagramda ko'rmay tirjayib olib tursam, oyim keyin tirjaytiradi. Odamlar o'zlari haligi qo'tog'ini qichib turib qichtiradi-da meni gap bilan. Kimga bu gap? Odatda ot qo'tog'i bir balodir deydi o'shanga.